Hürmetlik vatandaş, yukarıda leksiyonu görüp öttünler. Bir yerde bir mesele yeniden oturgu çıktı mesela. Prezident Vladimir Putin Tayvan boğazında kural işiltişki bolmaydı dedi. Kattı gap. İntayın kattı gap. Bulam da Amerika halkının yumşak kelligini yoki ahlaki cihette yol koyup turduğanlığını, maqul dep turduğanlığını, şunun için Amerika Qo'shma Shtatlarının tomurunu tutup algan Jungo, yani Xitoy Kompartiyasi hükümeti bir qadam yol koysa Amerika Qo'shma Shtatlari Kompartiya 5 qadam besip ilgirlep yetip kelyapti vatandaş. Şendiniz mi yukarıda bu yol koyuşlarımız kısa sözlep öttük. Sen yol koygandıken sende bir samimiyet buluşu gerek. Mesela Tayvan'ı tehditte to'xtatishing gerek. Uyg'uriston to'g'risida da bir nima deyishing gerek. Shundaqmi vatandaş? Mesela biz 9 ayının 17 günü ve 9 ayının 23 günü Amerika Qo'shma Shtatlarida ikki cho'ng davlat rahbarining mesela John Kerry, kelimat elchisi Nancy Pelosi 3. qol rahbarlarının Uyg'urlar to'g'risida qilgan gapini anglagan edik. 23 günü ketdi deyli. 10 ayının 6 günü kelgan. 10 ayının 1 günü kelganda siyosatda yana o'zgarish bo'ldi. Mesela Diniy ishlar komitetining rahbari Baragwama xonim nima dedi? Biz Uyg'urlar to'g'risidagi qo'llashni genosid, yani qirg'inchilik to'xtamaguncha to'xtatmaymiz. Demek bu siyasetdagi o'zgarish deymiz buni vatandaş. 10 ayının 1 ketdi. 10 ayının 6 kuni kelgan vaqtida Shvetsariyaning Syurix shahrida ikki davlatning yuqori darajalik amaldorlari, masalan Amerika tarafdan Jack Sullivan, Jungo tarafdan Yang Jiechi Syurix shahrida suhbat o'tkazdi. Matbuotlarning xabarini sizlarga anglatdik. Uyg'ur masalasi, Hong Kong masalasi o'tirib qo'yildi vatandaşlar. Demek bir hafta içindeki özgürlükler, yani ahir özgürlük şu pelliğe geldi degan gap. Endilikte hazır özgürlük günü nemi dedik? Tayvan boğazıda uruş kıl üstede turuptu dedik. Del şundaq paytda endi Tayvan'a münasebetlik Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin kural işiltişki bolmaydı dedi. Mesele bu yer demez. Hazır biz tahlil kıldıgan bir mesele vatandaş. Sayınman prezident sayınman ikki davlat nazariyasini o'tirg'i elib chiqdi. Dal qaysi vaqt to'g'ri keldi? Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping ekran yig'ini o'tkazadigan, yil oxirida ekran yig'ini o'tkazadigan mushundaq bir paytga to'g'ri keldi. Yil oxirida ekran yig'ini o'tkazadigan mushundaq bir paytga to'g'ri keldi. İkki davlat nazariyasi. Bunu Jungo Kompartiyasi qabul qilamdi. Hozircha menimcha yo'q. Hozir buning Rossiya Federatsiyasi prezidenti aralashib kelyapti. Bu ikki davlat nazariyasi qabul qilamdi. Bu ehtimollik ichidagi ish. Masalan, mushundaq Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping ekran söhbeti o'tkazadigan mushundaq jiddiy paytda bundaq nazik siyosatning o'ttirg'i chiqishini, masalan o'zgargan jumla shakli o'zgargan shaklda ikki davlat nazariyasining o'ttirg'i qo'yishini Amerika Qo'shma Shtatlari qo'llamdi. Natayin deganimiz qo'llaymiz deb ifoda bildirmagan ekan natayin. Hazır bu to'g'rida ifoda yo'q, ya bu to'g'rida bir og'iz gap yo'q. Vaziyat harakat bilan kelyapti, harakatga beradigan baho yo'q. Harakatga bildiradigan pozitsiya yo'q. Mening bu yer demoqchi bo'lganim vatandoshim diqqat. Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonim ikki buyuk davlat yoki ikki darajadan tashqari davlat shundaq deyli. Hazır Prezident Vladimir Putinning so'zi bilan aytganda, ikki darajadan tashqari davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Junxo Xalq Jamhuriyati suhbat o'tkazishning harpisida Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonim ikki davlat nazariyasini ko'tarib chiqdi o'tirg'a. Shundaqmi? Qani qurultoychilar sizlar-chi? Sizlar qanday nazariyani ko'tarib chiqdinglar? Amerika'da faaliyet kılavatkan projektçiler sizler-chi?
Sizler qandaq nazariyani ko'tarib chiqdinglar, qandaq talabni va fikrni ko'tarib chiqdinglar? Uyg'ur nima? Uyg'urning faoliyati nima? Uyg'urning siyosiy maqsad muddai nima? Davlat majlisiga, Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar ministrligiga yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati oldida sizlar ko'tarib chiqqan nima bor? Masalan, hozir aytaylik, birinchi hukumat yoki sobiq prezident Trump hukumati oyoqlashdi deylik. İkinci hükümet Prezident Joe Biden Aksaray'a kirdi. Prezident Joe Biden hükümeti deyli. Qana biz da'vogar deb o'tirg'i chiqqan odamlar. Sizlar bu qatimqi suhbatga, masalan, Prezident Joe Biden bilan Jumhur Xalq Cumhuriyatining Rais Xi Jinping o'tkazadigan ekran yig'ini suhbatiga tayyorlagan masalalar nima? Prezident Sayyiman xonim ishki davlat nazariyasini ko'tarib chiqdi. O kishi yoki men buni Rossiyadan oldi qo'yaman demadi. O kishi yoki men bu siyosatni, sezguri siyosatni Amerika Qo'shma Shtatlarining oldi qo'yaman demadi. O kishi yoki bu sezguri siyosatni Jumhur Xalq Cumhuriyatining oldi qo'yaman demadi. Hozir o ayol mustaqil, bu ayol prezident mustaqil holda fikr qilish huquqiga ega bo'lib, Tayvan mushundaq so'zlaydi. Tayvanning prezidenti mushundaq so'zlaydi. Biz shundaq so'zlaymiz. Bu Tayvandagi 23 million xalqning orzusi, sadosi. Men vakil bo'lib so'zlayapman. Nima deydi? İki devlet nazariyasi. Yani yoki Jumhur Xalq Cumhuriyati hukumati yoki Jumhur Mingo hukumati davlati bir-biriga qaram bo'lgan emas. Hech qachon bir-birini boshqargan emas. Hech qachon biri-birining kontrolligida bo'lgan emas. Har ikkilisi mustaqil davlat. O'z oldiga mustaqil davlat ko'tarib chiqdi. Xo'sh, qurultaychilar sizlar-chi? Amerikadagi projektchilar sizlar-chi? Sizlar nima qo'yisizlar? Ya'ni Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping so'zlashish oldida turganda, yil oxirida ekran yig'ini echish oldida turganda sizlar qurultaychilar Uyg'uriston to'g'risida nima deysizlar? Yoki Amerikadagi faoliyat qilayotgan projektchilar sizlar nima deysizlar? Nima masalani ko'tarib chiqsizlar? Bu sizlar qo'ydigan muhokama, shu muhokama leksiyamda sizlar qo'ydigan savol. Biz endi ikkinchisiga o'taylik.